Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Samarqand City Mall gipermarketimizda joylashgan 3-qavatdagi o'yingohda ham ochilishi bo'ldi. Elektr ishlarini, yoritishlarni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu yerda 700 ga yaqin slim LED chiroqlar o'rnatilgan. Ishlarimiz sinovga qilingan. Tepadan yoritish uchun 30 dan oshiq projektorlarimiz qo'yilgan. 100 dan oshiq rezga tushirilgan. 1 kilometrdan oshiq kabelni latoklar qilingan. Bolalar o'ynashi uchun hamma sharoitlar qilingan bu yerda. Juda bir ajoyib joy bo'ldi. Chiroqlar o'yingoh ko'rkiga ko'rk bo'lib turibdi. Qilgan ishlarimizga baho berasizlar.